Navoiy viloyati Qadirchi tumani Quvondiqov A'zam Hasanovichni taklif etamiz. Assalomu alaykum tadbir qatnashchilar. Navoiy viloyati Qadirchi tumani Qutchi mahalla fuqarolar yig'inining hayot sabog'i deb nom olgan sahna ko'rinishini sizlarga havola etamiz. Kelib qolinglar, qattiqlarning dodasi, qattiqlarning sarasi kelib qolinglar, bobozorning eng oldi qattiqlari kelib qolinglar. Kechirasiz. Tushunmadim. Bo'lsa boshqasi bo'lmasa, pulimni qaytarib ber. Kechirasiz. Siz tanib beribsizmi? Mendan o'rgan bo'lganingizda ham meni qattiqlarim bozorda eng sara qattiqlar. Jengor. Bay. Qattiq. Zo'rku. Almashtirib. Maqsadsiz. Qarang, bu yerda kim bor? Sotuvchimi yoki xaridor? Ustoz, keling, haqiqat kim tarafda ekanligini aniqlash uchun ularning suhbatiga aralashamiz. Assalomu alaykum akalar. Hormaylar. Nima gap? Nima bo'ldi? Boyadan beri sizlarni kuzatamiz. Kim nimalarnidir kelisha olmay tortishasizlar. Kechirasizlar. Aytadi. Men tushunmayapman. Kimsizlar? Nima gapirishyapsizlar? Unda tanishib oling. Qutchi mahalla fuqarolar yig'ini Ismoilov himoya qilish komissiyasi raisi Quvondiqov. Unda eshitdingizlar? Aytadi. Bizda bitta muammo bor. Men o'zim bir halol savdogarman. Erta tong azondan turib olib, kun uzog'i bir-birda non, choy, puli topaman deb ertaga kech mehnat qilib iste'molchilarga sut mahsulotlarini yetkazsam-u, bunga o'xshagan enjiq odamlar qattig'ing rengi bo'lib qolgan, qattig'ing menday bo'lib qolgan deb almashtirmoqchi bo'lishadi. Qanaqa odamsan? Kecha sendan olgandim. Oldingda bitta to'lachadan kelgan ayol ham bor edi. Bo'lmaysan pulimni baromagasizlar, qaytarib ham bergandik. Ey, to'lachadan deb aytmang. Kelishgan. Ayting. Dunyoda o'zi bitta kelishgan ayol bo'lsa, u ham bizni xotin. O bechora erta tong azondan turib olib, o'tdan menga mahsulotlarni yetkazib beradi. Shoshmang sotuvchi. Uka, bu kishi sizga mahsulotni sotgan paytda tovar chekini berganmidi? Bermagan. Bermaganmi yoki olmagansizmi? To'g'ri, bermagan. Hamsha shu do'kondan savdo qilaman, biror marta ham chek olmaganman. Hurmatli sotuvchi, nima uchun chek bermagansiz? Menda hammasi. Agar sizda hammasi bo'lsa, nima uchun kassa apparatini bermagansiz? Tovarchi kassasi chiqarib, kassa cheksiz sotish taqiqlanadi. Bilasizmi? Isbotlov bilan himoya qilish to'g'risida qonunning 10-moddasi asosida kassa cheksiz tovar sotish taqiqlanadi. Aka endi eshit. Menda kassoy apparat bor. Chekini so'ramasa nima? Qattiq. Qanaqa qattiq? O'zi qattiq chiqib o'tiribdi. Yo'q, qattiq do'kon yo'q. Menga qarang aka.
siz sotuvchi sifatida iste'molchilarga qo'pol muomalada bo'lishingiz noto'g'ri. O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga asosan siz iste'molchilarga sotayotgan tovaringiz to'g'risida to'liq, zarur, o'z vaqtida tushunarli ma'lumotlar berishingiz kerak. Tushundingizmi? Ushbu qonunning O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 11-moddasida esa yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan, ishlab chiqarish sanasi ko'rsatilmagan oziq-ovqat mahsulotini sotishingiz ham mumkin emas. Sotmaysiz buni. Akalar tushunmasdan shu xatolarni qilib qo'ydik. Bundan keyin muddat o'tgan mahsulot bo'lmaydi. Qonun doirasida sotib qilamiz. Ukamizga esa pulini qaytarib beramiz. Hurmatli xonimlar, siz hozir xatolik qilgansiz. Agarda buni chegara olmasdan yoki sifatligini tekshirib olmasdan oladigan bo'lsangiz, ham sog'lig'ingizga, ham kissangizga ziyon qilasiz. Xuddi shuningdek, sizlar ham hurmatli iste'molchilar ushbu qoidaga rioya qilsangiz, davlatimiz rivoji uchun katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Mana ustoz, menga o'rnak bo'ldingiz. Sizning ushbu ko'rsatmalaringizga doimiy ravishda amal qilaman. Va boshqalarga ham tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Tashakkur. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Toshkent shahri Uchtepa tumani Karimov Alisher Abidovich.